Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, obunachilarimiz. Bizni faoliyatimiz boshlanganiga hali ancha bo'lmadi, yarim yilcha to'ldi, lekin bizni xizmatimizga, bizni biznesimizga qiziqayotgan tadbirkorlar kundan kunga ortib bormoqda. Hozirgi kunda Instagram sahifamizda 115 mingdan ortiq obunachilar yig'ildi. Undan tashqari Telegram gruppamizga 7 mingdan ortiq tadbirkorlar har kuni bizni kuzatib bormoqda, bizni tovarlarimizni, bizni xizmatlarimizni foydalanib borishmoqda. Endi do'stlar, odam ko'paygan sari, ya'ni bizni kuzatuvchi tadbirkorlar, obunachilarimiz ko'paygan sari savollar ham ko'payib bormoqda. Shuning uchun bugundan boshlab biz alohida bir Telegram kanalini tashkil qilib, unda YouTube formatda o'zimizning xizmatlarimiz, biz kimmiz, qanday kelib qoldik va qanday jarayonda qanday xizmatlarni davom ettiryapmiz, shular haqida sizlar bilan qisqa roliklarda tanishib boramiz. Avvalambor o'zim haqimda tanishtirsam, men Haydarov Alisher Abdumannonovich 1985-yil 18-mayda Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilganman. Meni otam savdogar, tadbirkor, avvaliga o'sha SSR davrida choyxonachi bo'lib, keyin bir 90-yillarga borib bir tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Dadam ham 91-yillardan boshlab o'sha Xitoyda biznesini boshlab, tovar olib kelish, shunaqa savdogarchilik, o'sha mustaqillik davrlarini boshidan o'sha savdogarchilik bilan shug'ullangan. Biz yoshligimizda esimizda bor, dadam o'sha Kamazlarda yuklar olib kelardi. U vaqtda telefonlar yo'q. Dada, necha kunga ketyapsiz Xitoyga deb bir savollar bersak yoki bir shunaqa bir savol bo'lsa, 10 kunga desa, shu 9-10 kunlari biz otamizni o'sha ko'chani boshida kutib turardik. Ya'ni otam ham savdogar, ham xitoycha bo'lib, shu yoshligimiz shunaqa dadamni olib kelgan tovarlarini kutib olish, tadbirkorlar uyimizga kelgan, savdolar bo'lgan. Shu u vaqtda endi tovar eng birinchi darajada, u sotish instrumenti, shunaqa narsalar bo'lmasdi. Tovaringiz bor, siz bozorda ustunsiz, siz kuzir sizni qo'lingizda edi. Ana endi hozirgi davrga kelib, bu tovar emas, hozir sotuvni sirini bilgan odam ya'ni ustun bo'lib turibdi. Do'stlar, demak, otamizni shu tarbiyasi, otamizni savdo, biznes muhitida katta bo'ldik va yoshligim shu maktabni bitirish davrlarim bozorda kiyim-kechak do'konida katta bo'ldik va u biznesni yurgizdik. Avvaliga men o'zimni shaxsiy bizneslarim juda omadli kelmagan, har xil yo'nalishda ish qildim, kiyim-kechak sotib ko'rdim, texnika sotib ko'rdim, boshqa ishlar ham qilib ko'rib, 2010-yilgacha shunaqa bir bozorda katta bo'ldim. 2010-yildan keyin ishlab chiqarish sohasiga kirdim va adashmasam bir 10 yil atrofida ishlab chiqarish sohasida avvaliga mebel ishlab chiqarish, hozirgacha ishlaydi. Undan keyin stiralniy parashok, ya'ni kir yuvish kukunini ishlab chiqaruvchi katta bir zavod qurdik, otam rahmatli bilan birgalikda. Undan keyin kimyoviy yuvish vositalari, idish yuvish vositalari, shunaqa jidki mo'yshiy sredstvo deb qo'yadi, shunaqa narsalar ishlab chiqardik va o'sha ishlab chiqarish sanoati ichida meni tajribalarim kundan kunga ortib bordi. Xodim ishlatish, umuman sotuv, endi mahsulot ishlab chiqarganingizdan keyin sotishni bilmasangiz, u chiqib turaveradi. Ishlab chiqarishda shunaqa bir jarayon borki, ishchi yolladingizmi, oylik berishingiz kerak, unga ishdoq berishingiz kerak, ob'yom bo'lishi kerak, kunda ish bo'lishi kerak, xomashyoni o'z vaqtida ta'minlash kerak va ishlab chiqargan mahsulotingizni o'z vaqtida sotuvi va moliyani ham boshqarish kerak bo'ladi. Ana endi bu ko'nikmalar kundan kunga ortib bordi, yutqizishlar ham bo'ldi, yutishlar ham bo'ldi, yaxshi omadli. Ya'ni o'zi 2010-yildan keyin 2010-yildan oldingi hayotimni bir boshqacharoq ko'rsam, 2010dan keyin faqat rivojlanish bo'ldi. Ya'ni oldingi tajribalarim, yutqizganlarim, o'zimni xatolarim keyingi davrda menga foyda olib keldi. Shunday qilib, demak, maktab bitirgandan keyin kiyim-kechak savdosi bir necha yil, mana 10 yilcha davom etibdi, 8 yilcha. Undan keyin ishlab chiqarish sohasi mana 10 yil, mana oxiri tajriba to'plab, oxirgi bizneslarimda Toshkentda oyoq kiyim ishlab chiqarish korxonasiga ham asos solganman, lekin ular yopilib ketdi. Shu ishlab chiqarish sohasiga o'tganimda Xitoyga borib, uskunalar sotib olardim, xomashyolar sotib olardim. Pekin, mana bu Shanxay, mana shu Guangzhou, Wenzhou, Taizhou, Chuanzhou deb ko'p shaharlarga borganman, Urumchilarga borganman. Borganimda shu uskuna deb yo xomashyo deb bir yursam, kiyim ko'rinib qolsa, shu kiyimga qarab ketaverardim. Chunki meni yoshligim kiyim bilan o'tgan, kiyim savdosida
bozorda katta bo'lganman. Shu hozir 1 minut deb shu yana kiyimga qarab kirib ketaverardim. Oxiri 2009-yillarga kelib shu oyoq kiyim sohasida ishlab chiqarish qilgan vaqtimda shuni sotish masalasi turdi va bunga qo'shib yana Xitoydan olib kelib ham sotishni boshladim. Shu bilan yana do'kon ochdim Toshkentda va u do'kon orqasida yana shu biznesga qaytib ketdim. Pashti. Shu bilan 2024-yilgacha shu do'kon bizneslarda bo'lib, 2024 oxiri pashti 25 gacha mana Xitoy bilan hamkorlik davomiy shu bir necha yil davomida bo'ldi. Endi karantin davrida ozgina uzilish bo'lgan. Undan oldin ham borardim, undan keyin ham borganman. U yerda hamkorlarim bo'lgan. Katta operatsiyalar qilganman, eksport, import shunaqa bir sohalari bo'lgan. Endi eksport, import deganda biz import qilganmiz. Uskuna, xomashyo va tayyor kiyim-kechak mahsulotlar. Shu bilan tajribalar to'planib, mana 2025-yilga kelganda endi Instagramdan faol foydalanishni boshladim. Marketing darslarini oldim. Instagramdan 2024-yilda faol o'z do'konida, ya'ni Shahrixon tumanidagi Aldos erkaklar va bolalar kiyim do'konida faol foydalanganimdan keyin shu Xitoyga borib o'zim olib kelyapgan tovarlarimni Xitoy jarayonlarini Instagramda yoritganimdan keyin menga obunachilar tomonidan shu qiziqish bildirildiki, bizni ham siz borayotgan joylarga, Guanzhou bozorlariga olib boring degan bir obunachilarni bir kommentariyalari, shunaqa bir direktimga yozishlar bo'ldi. Shunaqa qiziqishlarni inobatga oldim. Bir kun Instagramda shunaqa agar sizlar xohlasanglar men olib boraman, muammo yo'q. Endi o'zingni bilganingni kimdir so'rasa, bu bersang odam o'zi ruhan maza qiladi. Men maza qilaman. Shu o'zim bilimlarim boshqalarga bersam. Shuning uchun ham mana hozir kamera qarshisida o'tiribman. Bundan keyingi beradigan instrumentlarim, bundan keyingi beradigan xizmatlarimiz haqida, xizmatlarimiz ichidagi sizga foydali jihatlari ham hozir aynan siz uchun foydali. O'zi ruhan maza qilaman. Demak, bundan keyin ham Alloh qodir qilgancha sizlarga ushbu bilimlarimni ulashib boraman. Demak, 2025-yilni kuz oylariga kelib, oddiy savdo do'konidagi biznesim o'zgarishni boshladi. Talablar asosida, demak, o'sha Xitoyga kimnidir olib chiqib ko'rsatishlik masalasi turibdi. Chunki menda o'zi birinchi Xitoyga chiqishim Urumchi shahriga 2004-yil bo'lgan, birinchi chiqishim. O'shanda men bir $5000 pulim bo'lgan edi, mebel ishlab chiqarardik. Mebel ishlab chiqargan mebellarimizga qo'shib kreslo sotishimiz kerak edi. Ya'ni rahbarlarni mana mebel polniy, mana masalan bog'chami, maktabni olsak, rahbariga kreslo ham berishimiz kerak bo'lardi. Albatta bizda assortimentda bo'lish kerak. Shunday bir vaqt bo'ldiki, yanvar oyida $5000 pulim bor. Bir 30 tacha kreslo kelsa kerak edi. Reja qilib borgandim. O'sha vaqtda skidka bo'layap turgan ekan, chegirma Urumchi shahrida. Chunki Xitoylar bilsanglar, bayramga chiqishadi, yanvarda oxiri, fevralda boshida. Shu bayramga chiqishdan oldin qo'ldagi hamma narsani arzon skidka qilib, eng chegirmalar davrida, bu yanvar oyi, o'sha vaqtga to'g'ri kelib qolganimda 53 dan 54 ta kreslo olib kelib, juda xursand bo'lib qaytganman, chunki arzon olganman, zo'rlarni olganman va maza qilib sotganman. Shu bilan o'zi Xitoyga chiqish menda o'zi otam davridan, ya'ni otamiz davrida u Xitoy madaniyati, Xitoy biznesi yaqin bo'lsa, o'zimni ham birinchi chiqishlarim juda omadli yakunlangan. Yo'q, men 2004-yil birinchi chiqqan ekanman, 2012-yil kresloga borgan ekan. Chunki 2010dan keyin mebel biznesini boshlaganman. Demak, 2012-yil bo'lyapti bu kreslo voqeasi, lekin birinchi chiqishim 2004-yil bo'lgan. 3 hafta Urumchi shahrida yurib kelganman va 2004-yil chiqqanimda ham Urumchi shahriga borganman. Juda omadli bo'lgan. Xo'p, endi shu bilan 2025 mana tadbirkorlardan talab bo'ldi. Bilganimni o'zim bergim keldi. Va birinchi gruppamiz bilan 20 ga yaqin tadbirkorlar bilan biznes tur boshlanib ketdi. Shu oddiy bitta e'lon, savollar orqasida 23 fevral kuni baraka topsin 19 ta tadbirkor bilan biz Guanzhou shahriga birinchi biznes tashrifimizni buyurdik. Undan oldin ham bitta tadbirkor ukalarimizga xizmat qildim, kutib oldim, olib yurdim, qiziqarli ekan, daromad ham qildim. Daromadidan ham hali bilmagan joyda aka, mana u nima deb birov sizga savol berib, qiymatingizni bilib, sizdan shu ehtiyoj sezib tursa, bo'ldi deb hali o'zingiz chopgingiz keladi. Hali o'tirsangiz, hech kim tovaringizni so'ramasa, sizni xizmatingizni so'ramasa, odam zerikadi. Lekin aka, mana u nima, qayerda bu yoki o'rgating, ko'rsating deb tursa, birov sizdan talab qilib tursa, unda boshqacha bir odam o'zi ruhiy maza qilar ekan.
Shunday qilib, katta partiyamiz demak 23 fevral kuni boshlandi, biznes tur boshlanib ketdi. Shuning ichida endi Guanzhou bozorlarida yurganimda zo'r tovarlar, bozorlar bilasiz, endi har davrda boring, har sezonga boring va Guanzhou bozoriga borganingizda albatta siz o'sha momentda ko'rmagan, hali eshitmagan yangi modellar ularda vitrinada bo'ladi. Chunki har vaqtda siz O'zbekiston sharoiti yoki umuman boshqa joyda tursangiz, Xitoy tovarini qandaydir bir oy yo 1,5 oy yo 2 oydan keyingi holatda ko'rasiz. Ya'ni bu 2 oy oldin chiqib bo'lgan yoki 3 oy oldin moda bo'lgan tovarlarni ko'rasiz o'zingizning joyingizda. Lekin u yoqqa borganingizda kechagi yangi tandirdan uzilgan tovarlarni ko'rasiz. Ana endi shu Instagram kontentlarim orasida shu tovarlarni ko'rsatib, narxlarni aytib kontent qilganimda tadbirkorlar ana endi yangi yozishmalar bo'ldiki, bizga jo'nating shu tovarlarni. Biz olamiz. Ana ikkinchi so'rov bo'lyapti. Yo'q, men tovar jo'natmayman. Mas'uliyati bor. Ertaga tovar yoqmay qolsa, hozir ostatga degan narsa ko'p tadbirkorlar qiynayapti. Jo'nata olmayman dedim, yo'q, qistashdi, oxiri tovar jo'natishni ham boshladik. Bu ham talabdan bo'ldi. Demak, bizni hozirgi vaqtga kelib, ya'ni o'zimning shaxsiy hayotimda oddiy do'kondan xalqaro Xitoydan tovar jo'natuvchi hamda mutaxassis sifatida salkam 20 yillik, hozir kiyim sohasida 20 yildan ortiq ekan, 25 yilga yaqin kiyim sohasi, umuman biznes, ishlab chiqarish shu kiyim atrofidagi Xitoy atrofidagi, Xitoy bilan hamkorlikdagi katta biznes tajribasi borligi uchun ham qandaydir o'zimda cho'chish bo'lmadi, qo'rqish bo'lmadi, naborot aytgan, deganimda, maslahat berganda qiymat bo'ldi bu tadbirkorlarga. Shunday qilib ikkita biznes shakllandi. Do'stlar, demak hozirgi kunga kelib Instagramda 115 mingdan ortiq, undan tashqari Telegram gruppalarimiz 10 dan ortiq kategoriya, mujskoy, женский, детский, aksessuarlar, universal tovarlar, mana EU bozori, Guanzhou bozoridagi har qanday mahsulotlarni biz har qanday deganda juda katta hajmda emas, 10 dan ortiq Telegram gruppasida ko'plab kategoriyadagi tovarlarni, demak Guanzhou bozoridan video kontentlar, video obzorlar orqali biz taklif qilyapmiz hamda ko'plab tadbirkorlar bizni qiziqib kuzatishib, mahsulotlarimizni sotib olishni boshlashgan. Hozirgi kunga kelib mana 150 dan ortiq tadbirkor biz orqali, Alivey jamoasi orqali, mana biz hozir agentlarimiz, menejerlarimiz orqali biznes turdan foydalanishdi. Undan tashqari juda ko'plab bilinman, bir 300-400 dan ortiq tadbirkorlar biz orqali Guanzhoudan o'z mahsulotlarini, xaridlarini tashkil qilishmoqda. Demak, keyingi videolarimizda kuzatib boring do'stlar. Bundanda qiziq ma'lumotlar, aynan biz qanday xizmat ko'rsatamiz, qadamma-qadam qanday Xitoydan tovar sotib olish mumkin, necha xil turi bor, o'zi Xitoyga biznes turga borish uchun qancha mablag' kerak, o'zi kim borishi kerak, kimlar bormaslik kerak, shular haqida sizlar bilan suhbat qilib boramiz. Agar video yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, layklarni ayamaysiz, chunki bunday foydali videolarni, ma'lumotlarni boshqalarga ulashda sizni ham ko'magingiz bizga kerak bo'ladi. Salomat bo'linglar.